Assalomu alaykum. Sizlarni yana ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 3 ta amaliy qoidani o'rganasiz. Ko'rgazma balandligi, rang chegarasi va ovoz muhiti. Birinchi qoida: ko'rgazmalar bola ko'zi darajasida poldan taxminan 1 metr balandlikda bo'lsin. Cho'kkalab qarang. Bu rasm menga ko'rinyapti, bolaga esa faqat devor. Pastga tushirdim. Endi bola uni har kuni ko'radi. Bitta devorda ko'pi bilan 3 asosiy rang. Ko'p rang shovqin, 3 rang uyg'unlik. Solishtiring. Bu devorda 10 xil rang ko'z charchaydi. Bunisida ko'k, oq, sariq ko'z dam oladi va naqshni payqaydi. Uchinchi qoida: doimiy multfilm ovozi didni o'tmaslashtiradi. Kuniga 2 marta 5 daqiqa sifatli musiqa yetarli. Masalan, ertalabki yig'ilishda 5 daqiqa dutor kuyi. Bolalar tinchlanadi. Kun go'zallik bilan boshlanadi. Bugunoq bajaring. Bitta ko'rgazmani pastga tushiring. Bitta devordan ortiqcha rangni oling. Ertaga musiqa daqiqasini o'tkazing. 3 kichik o'zgarish bir haftada guruhingiz boshqacha ko'rinadi. Natijani suhbatda va forumda aytib bering.